Bugungi videoda do'stlar Xullas, bugungi videoda do'stlar Demon Slayer animesidagi 9 ta ustunlarning yoshi nechida ekanligini ko'rib chiqamiz. Agar bunaqa yo'nalishdagi kontentlar sizlarga yoqadigan bo'lsa do'stlar, kommentariyaga yozinglar, ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Choy, pechenya, kofe hammasini tayyorlab olgan bo'lsanglar, demak boshlaylik. 9-o'rin Mochiro Tokito, tuman ustuni. Bu bolakay juda ham tix yuradi, lekin urushga kelganda ancha michasini choyni ichirib yuboradi do'stlar. Kallasi juda ham zo'r ishlaydi. Ustunlar ichida eng yosh ustun bo'lgan personaj. Atiga 14 yoshda. Bu personaj menga juda ham yoqadi-yu, lekin o'lib ketgani yoqmayapti do'stlar. Shu meni yuragim siqdi lekin to'g'risi. 8-o'rinda Shinobu Kocho, hasharot ustuni. Opa go'zallik rosta. Shinobu xonim doimo tabassumda yursa-da, lekin ichida alam yashiringan, kuch bilan emas, zahar va aql bilan jang qiladi. U atiga 18 yoshda. Prям lekin chiroyli qiz uyab olib ketdi-da. Mayli. 7-o'rin Mitsuri Kanruji, sevgi ustuni. Opa gap yo'q ekan. Mitsuri mehribon va quvnoq personaj. Yuragida o'ti bor, sochida piti bor. Ham mayli. Xullas, jangda tanasi juda ham chaqqon, dahshatli va ozgina ochoqpatro, lekin Obanaga qiyin bo'ladi. Xullas, bu personajning yoshi atiga 19 yoshda. No, opa 19 yoshga o'xshamaydi-yu, lekin akalar yorib tashagan prям. 6-o'rinda Kyojiro Rengoku. Tilla soch, olov ustuni. Rengokuning ruhiyati yonayotgan olov kabi, yuragi esa hech qachon sovimaydigan, har bir harakati g'urur va ishonch bor personaj. No, bitta gap bilan aytganda, Yorvaration Corporation biratti yoshi atiga 20 yoshda. 5-o'rinda Obanai Iguro, ilon ustuni. Jiddiy personajlardan biri. Obanai Iguro odatda sokin yuradi, lekin yuragi qat'iy. Har bir zarbasi aniq va harakati esa hisob-kitob bilan yuradigan kuchli jangchi. Bu maskali bratimiz atiga 21 yoshda ekan do'stlar. Bilmadim, menga katta ko'rinadi lekin. 4-o'rinda Sanemi Shinzugawa, shamol ustuni. G'azab uni boshqaradi, lekin shu g'azab kuch manbaiga ham aylanishi mumkin. Ko'rinishidan yirtqich, lekin ich-ichidan vafodor personaj. Sanemining yoshi 21 yoshda. Va bular tengdoshmi? Va nihoyat mana top 3 taliga ham yetib keldik. 3-o'rinda Giyu Tamioka, suv ustuni. Giyu go'yoki tinch ko'rinsa-da, lekin u juda ham xavfli. His tuyg'usizdek ko'rinsa-da, yuragida katta mas'uliyat bor. Uni ham yoshi 21 yoshda do'stlar. Bilmadim, hammasi men bilan tengmi? Mayli, qarochi. 2-o'rinda Tengen Uzui, musiqa ustozi. Ustuni. 2-o'rinda Tengen Uzui, tovush ustuni. Tengen Uzui flash uslubida jangni san'atga aylantiradi. Sobiq ninja, tezligi va kuchi uning ikkinchi tabiati. Bratimiz yorvoradi, lekin bitta ko'zi ko'r, mayli, lekin u bratimizning yoshi 23 yoshda. Mendan ham katta personajlar bor ekan, onasining emas, 21 bo'lganda kallam kesarardim. Va bizi bratimiz, bizi tog'amiz, bizi kattamiz 1-o'rinda Gyomei Himijima, tosh ustuni. Kuchi vashi kuchli akalar, bitta gap bilan aytganda. Gyomei aslida ko'r, lekin ancha kuchli personaj. Tixari paryadishni chelavek. Lekin ammo ichida tog'dek qudrat yashiringan Demon Slayer korpusining eng yoshi katta personaji. 27 yoshda ekan. Va nihoyat do'stlar, mana videoning oxiriga ham yetib keldik. Sizlarga yoqqan bo'lsa kommentariya, like, hammasini bosib qo'yinglar. Keyin men qanaqa video ishlashim haqida kommentariyada yozsanglar, shuni inobatga olib yangi kontent chiqadi do'stlar. Bu videoni shunchaki o'zimga yoqqani uchun tayyorladim. Bu ma'lumotlarni o'zingizlar ham bilishinglar mumkin. Buni o'sha rasmiy ma'lumotlardan keltirib chiqarib video tayyorladim. Hammaga rahmat, ko'rishguncha o'zingizlar aytib qilinglar.